Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bo'lsin. Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi xonim Xi Jinping bilan bo'lgan suhbatda Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizgan kishilik huquq dafsanchiligi ve Janubiy dengizdagi Xitoyning parakentchiliklari haqida qattiq andish qilganligini bildirgan. Koreyada o'tkazilgan OPEC, ya'ni Osiyo boshliqlar uchrashuv yig'inida Yaponiyaning yangi bosh vaziri Sanae Takaichi xonim Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, Takaichi xonim bu tunji qitimliq suhbatda Xitoyning rayondagi harakatlari va ichki siyosatlarini qattiq tanqid qilgan. Uchrashuvdan keyin Sanae xonim muxbirlar qilgan bayonotida Xi Jinpingga Janubiy dengizdagi harakatlar Hong Kong Uyg'ur vaziyatiga nisbatan ig'ir andish qilganligimizni bildirdik degan bo'lib, mazkur yig'inda Yaponiya Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'ygan birdan-bir davlat bo'lib hisoblanadi. Sanae Takaichi xonim o'ng qanot siyosiy partiya bo'lib, tashqi munosabatda Xitoy qarshi qattiq qo'l bo'lganligini bildirgan. U Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun Amerika prezidenti Donald Trump bilan uchrashib, savdo kelishimi imzolagan va Amerika Yaponiya munosabatini oltin davriga kirdi degan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim, Uyg'ur tadqiqot instituti direktori Abdulhakim Idris va Hadamni izlab nomli hujjatli filmning rejissyori Javad Mir apandilar Kosta-Rika Universiteti ijtimoiy fanlar fakultetining o'quvchilariga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakni tanishtirib, Xitoy mustabidlarining dunyo tinchligi va demokratiyasiga shakllantirayotgan tehdidlarini tanishtirgan. Roshan Abbas xonimning bildirishicha, 29 oktyabrdan boshlab Kosta-Rikada elib borgan bu faoliyat jarayonida Kosta-Rikada har qaysi universitetlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning qirg'inchilik siyosatlari haqida leksiya so'zlash bilan birga har qaysi axborotlarning va Kosta-Rikadagi kishilik huquq tashkilotlarining ziyoratlarini qabul qilib, navbatdagi Sharq Turkistonning vaziyati, Xitoyning Uyg'ur xalqiga qaratgan qirg'inchilik siyosati bilan tashqi dunyoga qaratgan ta'tir tashviqoti va ikkiyuzlama siyosatlarni pash qilgan. U bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi. Bu ziyoratimiz bo'lsa Amerika Tashqi ishlar ministerligininki o'rinlashtirishi va Kosta-Rikadagi Amerika elchixonasininki sahibxonlik qilish bilan ib berilyotidi. Biz 28-29 oktyabrlardan e'tiboran bu davlatda o'xshamagan sahadagi ommaga Uyg'ur davosini anglatish faoliyatlarimizni ib bordik. Faoliyatlarimiz Hadamniz deyman degan hujjatli filmni qo'yish bilan boshlanib, universitetlarda doklad so'zlash, panel muhokamasi va jumlaq ustida suhbatlarni ib berish, muxbirlarning ziyoratlarini qabul qilishlar bilan davom qilib kelyotidi. Faoliyatlarimizga bo'lsa, diplomatlar, tashkilot xodimlari, inson haqlari faoliyatchilari, tadqiqotchilar, yozuvchilar, film direktorlari ve şundaqlamı bir mishadagi Kosta-Rika'nın San Jose degan shahridagi 3-4 oliy maktablarda faoliyat qildik. Shu oliy maktablarningki o'quvchilari, muxbirlar bo'lib, nurg'un ko'p sondagi sohalardan kishilar qatnashdi. Biz bu jarayonda Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmini, irqiy qirg'inchilikka tava bo'lgan majburiy tug'ut cheklash, tan jazosi, qiyin qistoqlar, majburiy qul emgak qilib Uyg'urlarni majburiy emgak ishiltish hamda Xitoyninki diniy, insoniyatga qarshi ib berayotgan jinoyatlari to'g'risida so'zlaganlarimizda ba'zilar Uyg'urlarniki kim ekanligini hech qachon anglab baxmagan, hech qanday bir Uyg'urlar to'g'risida hech nima bilmaydigan kishilar bo'lsa intayin hayron qoldi va sizlar bizning ko'zimizni ochdinglar. Bundan keyin bizning nurg'un narsalarga ko'z qarashlarimiz boshqacha bo'ldi deyishdi. Demakchi o'qni Xitoyga qarta ko'z qarashlari. Undan keyin yana bizning nutqlarimizdan keyin ular bizden nurg'un savollarni so'rashdi. Biz bu savollardan shuni bildikki, ularningki ba'zilari Uyg'urlarning zulmga uchrayotganligini oz to'la bilsa-mu, ammo millionlagan odamlarningki lagerlarga qamalib,
milliy kimligidan, diniy e'tiqodidan, hatto hayotidan ayrilib qolayotganligini, aktiv bir shaklda irqiy qirg'inchilikning qurbonlari bo'layotganligini bilmaydi ekan. Bizning tushuntirishimizdan keyin ular cho'nqur hesdashlik qilgan holda biz bu qadar ig'ir fojialarning bo'layotganligini bilmaydi ekanmiz. Biz bu ishlardan xabarsiz ekanmiz. Biz sizlarga nima qilib bera olamiz? Sening erkinliginglar uchun Kosta-Rika xalqi bizning qo'limizdan nimalar keldi degandek savollarni so'rashdi. Qozog'istonlik Uyg'ur san'atkorimiz hurmatlik Ahmad Ahad apandi uzun yillardan beri dunyoning har qaysi joylarida ko'rgazmalar uyushtirib kelayotgan bo'lib, bu qatim Germaniyaning Myunxen shahriga joylashgan qadimiy qal'a Blumenberg qal'asida Uyg'ur millatining qadimiy Ipak yo'liga beg'ishlagan, o'zining rasmlarini asos qilgan Uyg'ur rasm va madaniyat ko'rgazmasi o'tkazgan. Bu faoliyatga Germaniyalik Uyg'urlar qatnashgandan boshqa, Germaniyalik san'atkorlar va Uyg'ur rasm va madaniyat ko'rgazmasiga qiziqadigan yerli xalqlar qatnashgan bo'lib, yerli kishilarning alohida qiziqishini qo'zg'agan. Assalomu alaykum. Shu 31-oktyabrda Blumenberg sinasida mening cho'ng ko'rgazmamni chizdi. Bu yerga bir 22 asrimni keldim. Ularning temasi ko'pincha Uyg'ur ko'chalari, Turpan, Qashqa, o'xshash ko'na bizning shaharlarga yasalgan. Biz ham o'sha temani tanlab oldim axir vaqtlarda. Shu ko'na tema meni haqiqatan o'zim jalb qilib turdi. Shu ko'na ko'chalarni, ko'na uylarni, ko'na shaharlarni ko'plagan o'zim maybo'yoq suratlarida tasvirlab yasalyapman. Shu maybo'yoq o'xshash yana grafik asarlarimdan keldim bu yerda. Grafik asarlarim temasi Uyg'ur cho'chaklari. Bu 1992 yasalgan. Shu Uyg'ur illyustratsiya, shu Uyg'ur cho'chaklarga bag'ishlangan bu yerda bir 12 grafik asarlarni qo'ydim. Shu bilan bu ichilishda intayin ko'p odamlar keldi bu yerga. Ko'plagan so'roqlarga javob berdik. Uyg'ur madaniyatini, Uyg'urning kulturasini, Uyg'urning tarixini biz so'zlab, bu yerda muzika, Uyg'ur usullari, Uyg'ur naqshlari yangradi. Shuning uchun bu yerga kelib shu faoliyatni uyushtirmoqman. Chizib yurganimizga qo'shal. Yana bir qitim Uyg'ur bizning kulturasini shu Myunxenda kul odamlarga biz tanishtirdik. Asli bizning o'zimizning o'yi dunyoning tupkur yerlarida o'zimizning millatning madaniyatini, o'zimizning tarixini, o'zimizning shu urf-odatni suratlarimiz orqali dunyoga biz ko'rsatsak deymiz. Bizning qilayotgan ishimiz shu. Ko'plagan yerlarda ko'rgazmalar o'tdi. Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlarida 2008-yili Urumchi shahrida ko'rgazmalar o'tdi. Shuning uchun men har yerda bo'lmay, ham yerda o'zimning Uyg'urimning san'atini, Uyg'urning tarixini ko'rsatyapmiz. Endi o'sha ko'rgazmani uyushtirish jarayonida birdan-bir bizga yordam bergan Ismoil qizimiz bilan birga shuni o'ylashdik. Ahmad Ahad apandi 1954-yili 4-aprelda Sharq Turkistonning G'ulji shahrida tug'ilgan. 1974-yili Qozog'iston Abay pedagog institutining san'at va grafik loyihalash kasbini bitkizgan. 1988-yili Sovet ittifoqi rassomlar ittifoqining a'zosi bo'lgan. 1990-yili Qozog'iston Jumhuriyati San'at akademiyasining sharqshunoslik kasbini bitkizgan. 1991-yili Moskvadagi Stroginskiy san'at institutida kurslarni tamomlagan. 1988-yilidan 1992-yilgacha Olmaotadagi Zurgenev san'at akademiyasida lektor bo'lgan. 1995-yili Toshkentda oltin medalga erishgan. 2004-yili Qozog'iston Jumhuriyatining xizmat ko'rsatgan rassom unvoniga erishgan. 2022-yili Qozog'iston Jumhuriyati San'at akademiyasida magistrlik unvoniga erishgan. Uning asarlari Qozog'iston Jumhuriyati Kostiyev davlat san'at muzeyi, Moskva Sharq xalqlari davlat san'at muzeyi va Qozog'iston prezidentining Oqorda sarayida saqlanmoqda. U hozirgacha dunyoning har qaysi joylarida ko'rgazmalar o'tkazib kelgan bo'lib,
Bu qatimqi faoliyatni o'rinlashtirishda Germaniyadagi Nurnisa İsmail xonim alayda kuch chiqargan bo'lib, Bulutenberg qal'asidagi bu ko'rgazma 31 oktyabrddan 2 noyabrgacha davomlashgan. Faoliyatda Gollandiyadagi atoqli san'atkor Kamil Abbas va Gülandam Abbas, Baxtiyor Imronlarmo qatnashib, germaniyaliklarga Uyg'ur madaniyat san'atidan nomerlar o'rinlab bergan. Ahmad Ahad apandi yana 4 noyabr Uyg'ur markazida rasm ko'rgazmasi ochadigan bo'lib, Germaniyada yashayotgan qarindoshlarimizni bu faoliyatga taklif qilamiz. Türkiye'nin İstanbul şehrida Birlik Vaqfisi tarafidan Sharq Turkistonning anglanmagan faryatlari nomida Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tonishtirish yig'ini o'tkazilgan. Türkiye'nin İstanbul şehrida 1 noyabr kuni Türkiye Birlik Vaqfisining o'rinlashtirishida jurnalist, yozuvchi Xolis Özdemirning tanishtirishida Sharq Turkistonning anglanmagan faryadi degan temada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning zulm assimilyatsiya siyosatini fosh qilish yig'ini o'tkazilgan. Uygurca eğitim kaldırılmıştı Doğu Türkistan'da. Artık Uygurca eğitim, yani çocuklar Uygurca'yı öğrenmeyecekler, Çince öğrenecekler okullarda. Bu faoliyatda jurnalist, yozuvchi Xolis Özdemir apandi Sharq Turkistonning anglanmagan faryadi degan temada leksiya so'zlab, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ilib berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulm, assimilyatsiya siyosati va 2009-yilda yuz bergan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi haqida leksiya so'zlab, anglag'uvchilarning savollariga javob bergan. Bu faoliyatga turklar va Istanbuldagi bir qism Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, mazkur yig'inga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Abdurashid Abdulhamid Turkiyaning Sharq Turkiston masalasiga tutgan pozitsiyasi, Turkiyadagi Uyg'urlarning qiyinchiliklari va Sharq Turkiston davosining Turkiyadagi tarixi haqida ba'zi masalalarni o'tirib qo'ygan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.